Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatib borayotgan aziz mo'min musulmon aka-uka birodarlarimiz, Alloh fazli bilan bu Aravon hadiya fondi o'zini oldiga shunday bir mas'uliyatni olgandiki, shu Ramazon ichi har kuni qiylangan oilalarda holidan xabar olib, ularni produktlar bilan ta'minot qilishlik edi. Alloh fazli bilan mana bugun hech bir kunimiz bo'lmadiki, bir oilaga bormaganimiz. Eng ozi 2 oilaga bordik, eng ko'pi 100 oilaga bordik, birodarlar. Bu siz bilan bizi shu hadiya fondiga qo'shgan hissalarimizni muqobilida bo'ldi. Alloh taolo hammalarimizni qilgan ihsonlarimizni o'zi qabul qilsin. Bu ishlarda kim qanday hissa qo'shgan bo'lsa, kim bizlar bilan yelkama-yelka turgan bo'lsa, balki moliyaviy tomondan, balki fikr tomondan, balki duolari bilan kim qanday holatda yordam bergan bo'lsa, Alloh taolo bu qilgan yordaminglarni o'zi qabul qilsin. Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni o'zi qabul qilsin. Qilingan ihsonlarni, fitr sadaqotlarni va zakotlaringlarni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Qiyomat kunida bu qilingan amallarni boshlarimizga sayobon qilsin. Hammamizni Alloh taolo jannatida, Jannatul Firdavs a'lalarida hammamizni jamlagan bo'lsin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Mana bugundan boshlab bu Ramazon karvoni loyihamiz o'z nihoyasiga yetdi. Eng kami 300 ta oilaga yetib bordik, birodarlar. Bu siz bilan biz uchun kichkina ish emas. Alloh fazli bilan bu juda ham katta ish. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo bu ishlarda hammamiz o'zi bardavom qilsin. Inshaalloh keyingi proyektlarimiz ishi olib borilyapti. Inshaalloh 3-4 ta uy qiylangan, otasi yo'q, boquvchisi yo'q va yetim bolalari bor onaxonlarga uylar solamiz. Alloh taolo bu ishlarda siz bilan bizni bardavom qilsin. Niyatlarimizni inshaalloh oliy qilib bu ishlarga tayinlanib turaylik. Inshaalloh katta chiqarib Alloh taoloning jannatini sotib olishlik siz bilan bizga Alloh taolo nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.